Hammaga salom anime muxlislari, sizlar bilan Zenitsu va siz Zenitsu Plus kanaldasiz. Bugun biz Netflix tomonidan chiqarilgan Devil May Cry animesining butun fasli haqida gaplashamiz. Video boshlashdan oldin like bosib, kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Biz boshladik. Bir to'da niqob taqib olgan odamlar muzeyga o'g'irlikka kirishadi. U yerdagi hamma qimmatbaho narsalarni olishadi, lekin to'satdan quyon kelib qoladi. Quyon bu muzeydagi Spartani qilichini olgani kelgandi. Niqob taqib olgan odamlarni ham quyon yollagan ekan. Quyon bu muzeydagi Spartani qilichini olib, bu yerdagi hammani o'ldiradi va muzeyni portlatib yuboradi. Ayni paytda boshqa joyda iblislar bir ayolga hujum qilishadi va o'ldirmoqchi bo'ladi. Yordamga Dante keladi va iblislarni o'ldirib, ayolga yordam beradi. Ertasi kuni muzeydagi bo'lgan portlash butun dunyo eshitadi. Ba'zi birlar buni iblis qilgan deb aytadi, lekin hech kim ishonmaydi va e'tibor ham bermaydi. Ayni paytda esa Oq uyda yig'ilish bo'lyapti. Haqiqatan ham iblis ekanligi aniqlanadi. Boshqa o'lchamdan kelganligi, portal orqali o'tganligi, portal barqaror emasligi sababli, o'rtada baryer turganligi sababli mayda-chuyda iblislar yerga o'tgan ekan. Va quyon xabar qoldirgandi. Mani ovlamoqchi bo'lsangiz, iblis ovchisini toping deya. Va shundan keyin hukumat barcha iblis ovchilarini tutib olib keladilar. Danteni Enzo ismli do'sti bor edi. Hukumat uni ham qo'lga oladi va so'roq qilishadi. Enzo aytishicha, ancha yillar oldin iblislar va odamlar birga yashaganligi, orada qirg'in-barot urush boshlanganligi. Shunda bu urushni to'xtatish uchun Sparta ismli iblis odamlar va iblislar o'rtasiga baryer qo'yadi. Bu ishni qilich va tumor bilan amalga oshirgan ekan. Allaqachon quyonda qilich bor va tumor esa ikkiga bo'lingandi. Bir qismi Dante edi. Va Danteni ovlash uchun barcha iblis ovchilarini yuborishadi. Quyonni o'ldirish uchun esa bir to'da odamlarni yuborishadi. Lekin faqat bir kishi qaytadi va uni hukumat darkom iblis ovchilariga qo'shib qo'yadi. Keyin esa Danteni ovlagani borishadi. Enzo chalg'ituvchi bo'lib beradi. Ovchilar kirib kelishdi. Epik jang boshlandi. Har tomondan odamlar bostirib kirishardi. Danteni bir o'zi eplab qo'yadi hammasini va shunda Darkom askarlaridan biri aralashadi, ya'ni leytenant xonim. Kirib tumorni olib chiqib ketadi va Dante orqasidan quvlab ketadi. Dante unga yetib olgach, tuzoqda ekanligini biladi. Dantega tuzoq qo'yishgandi. Danteni qo'lga olishadi va tumorni ham olib qo'yishadi va bo'yniga mikronano bombalarni yuboradi. Ma'lum bir masofadan o'tib ketsa, avtomatik ravishda portlab ketadi. Dante asirlikda. Qo'shimcha Enzoni ham ushlab olishgan va yoniga solishgandi. Ular bazaga qaytishayotgandi va hukumat Danteni boshqarmoqchi bo'ladi. Dantedek kuchli askar hammaga ham kerak. Lekin to'satdan yo'lni yopib qo'yishadi va terak uyushtirishadi. Ko'prik ustida portlatishadi. Quyon va iblislar tuzoq qo'yishgandi. Iblis Darkom askarlarini o'ldiradi ko'pini. Va Dante hech narsa qila olmasdi, sababi qo'li kishanlangan. Keyin aniq bo'lishicha, tirik qolgan askar aslida xoin ekan va quyonga yashirincha ishlar ekan. Evaziga farzandlarini tirik qoldirardi. Sparta qilichi va ikkita birlashtirilgan tumor bor quyonda va yana bir narsa kerak. Spartani qoni. Tumorni olib u yerdan ketishadi va Dante qo'llaridagi kishanlarni yechib, mototsiklga minib, ularga yetib oladi va Dante ozgina qolgandi uni o'ldirishiga, lekin bo'ynida mikronano bombalar yuborilgandi afsuski va o'zi portlab ketadi va yuzini yarmi yo'q bo'lib ketadi. Qiyofa o'zgartiradigan iblis Darkom askarlarining birini qiyofasiga kirib oladi va Darkom askarlari quyon orqasidan tushishadi va Dantega kuzatuv moslamasi o'rnatilgandi. Lekin adashib bir binoga borib qoladi va u yerda ham Darkom askarlari tuzoqda edi. Shu akalar faqat tuzoq qo'yib yurarkan, bu quyon deganlari hirt krisaga o'xsharkan. Darkom askarlarining hammasi o'ladi va leytenant xonimdan tashqari Leytenant bino bo'ylab qochib yuradi
va zaharlanadi ham. U yerdagi bir oila leytenantga yordam beradi. Shunda ular bu yerga o'z olamidan qochib kelganligi, iblislar olamining havosi zaharlanganligi, u yerda tirik qolish imkoniyati juda ham kam. Bolalar vafot etayotgandi. Uzoq yillik urushdan so'ng shunaqa bo'lib qolgandi va shuning uchun Quyon ularga taklif beradi. Odamlar olamida yashirincha yashash. Iblislar esa bunga ko'nadi. Lekin keyin Quyon uni ustida yashirincha tajribalar o'tkazadi. Dante va boshqalar va vitse-prezident ham samolyotga ortib havoda portlatishmoqchi edi. Va aniq bo'lishicha, Dante Spartan o'g'li ekanligi, onasi odam, otasi esa iblis ekanligi, tumorni ikkiga bo'lib berganligi, bir qismi Danteda, ikkinchi qismi esa akasi Virjilga berilganligi. Yoshligida uyiga iblislar bostirib kirishadi va Dante shkafga berkinadi. O'sha yerdan onasi va akasi Virjilni o'limini ko'radi. Ayni paytda Dante yarim iblis formasiga kiradi va oxiri baribir samolyotni portlashadi. Leytenant bino ichida xonalarni ko'zdan kechirayotgandi. Bir xonaga kirib qoladi. U yerdagi iblislar ustida tajribalar o'tkazilgandi. Shu paytda Darkom askarlarining qiyofasiga kirib olgan iblis keladi va leytenant bilan ozgina suhbat quradi va so'ngra uni o'ldirmoqchi bo'ladi. Keyin esa pastki qavatda zaharli iblis ularni ko'rib qoladi va imkon bor qadar tezroq chiqishga harakat qiladi. Sababi uni o'ldirmoqchi. Va shunda leytenant hiyla ishlatadi. Qiyofa almashtiradigan iblisga Darkomga kirish uchun kodlar kerak edi. Shunda leytenant "Mani qiyofamni ol" dedi. Iblis ham uni qiyofasiga kirib oladi. Tepaga chiqqan zaharli iblis u yerda leytenantni ko'radi va o'ldiradi. Albatta zaharli tikonlari bilan. Lekin u iblis edi, qiyofa almashtirgan. Haqiqiy leytenant chiqib zaharli iblisni o'ldiradi va yo'lini davom etadi. Tepaga chiqqach, kamera xonasini topib oladi va u yerdan hammasini ko'radi. Darkom askarlari ham yetib kelishdi. Zudlik bilan binoga kirishadi. Lekin u yerda bombalar ham qo'yilgandi. Leytenant hammani ogohlantiradi. Askarlar qochishga ulgurdi, lekin bir nechta odamlar jarohat oldi va leytenant ularga topshiriq beradi. Binodagi barcha iblislarni boshqa joyga ko'chirishni aytadi. Dante va boshqalar osmondan qulayotgandilar. Osmondan qulab borarkan, samolyot qismlarini sochilib yerga qulab tushayotganligini va orasida parashyutlar ham bor edi. Dante parashyutlarni oladi va insonlarga beradi. Yarmi bo'lsa ham qutqarildi, lekin to'liq emas. Va Danteda nimadir noto'g'ri bo'lishni boshladi. Dante to'liq iblis formasiga kiradi va qanotlari ham bor edi. Qolgan odamlarni va vitse-prezidentni ham qutqaradi, lekin shamolni boshqaradigan iblis hali o'lmagandi va Danteni o'ldirmoqchi edi. Leytenant turgan binoga olib boradi va leytenantni oldiga kirib qoladi tasodifan va shamolni boshqaradigan iblisni o'ldiradi. Quyon Dantega aloqaga chiqadi. Yarim soatda yetib kelmasa, butun shaharga iblislarni qo'yib yuborishini aytadi. Leytenant hayron edi. Nimaga? Quyon ishni boshlamagandi. Tumor va qilich bor bo'lsa ham. Lekin keyin aniq bo'lishicha, tosh qilich so'ngra Spartaning qoni kerak edi. Ayon bo'lishicha, Quyon Darkomni yo'q qilmoqchi edi va vitse-prezident ham yetib keldi. Albatta vertolyotda. Va qarasaki u yerdagi iblislar boshqa xavfsiz joyga ko'chirilayotgandi va vitse-prezident buyruq beradi hammasini o'ldirishni. Shunda Darkom askarlari u yerdagi iblislarni o'ldiradi. Afsus. Qiyofa almashtiradigan iblis tirik qolgandi va so'ngra kuzatuv xonasiga yetib boradi. U yerda qarasaki, hamma iblislarni o'ldirayotgandi. Shunda u butun binoni portlatib yuboradi taytugi bilan. Bizga leytenant va Quyon o'tmishini ochib berishadi. Aniq bo'lishicha, leytenant yoshligida iblis o'tisi bo'lishni orzu qilgan, lekin otasi iblisga aylanib, onasini o'ldiradi va o'zi ham vafot etadi. Leytenant shundan keyin barcha iblislarni yo'q qilishga va'da beradi. Quyon yoshligida u ham oddiy odam bo'lganligi, ota-onasi uni tashlab ketishgandi. Bolalar uyiga borib qoladi va keyinchalik u yerda uni hech kim sig'dirmaydi. Bola tasodifan boshqa olamga olib o'tuvchi portalni topib oladi. Iblislar olamiga olib o'tuvchi portal edi. Bola unga kiradi va boshqa olamni ko'radi.
U yerdagi iblislar bilan tanishadi va do'stlashadi. U yerda havosi rasvo edi. Yosh bolalar zaharlanib o'lishayotgandi. Bola shunda u yerda bir necha yil qolib ketadi va shunda u portal ochadigan moslama yaratadi. Keyin esa o'sha portaldan iblislarni olib o'tadi va yashirinadi. Tinchgina hayot, hammasi yaxshi edi. Lekin to'satdan boshpanasini darkom askarlar topib oladi va bostirib kiradi. U yerdagi hammani o'ldiradi, hatto do'stlarini ham. Bola bir o'zi qoldi. Shunda u o'ziga va'da beradi, darkomni yo'q qilishga. Keyin o'ziga quyon niqobini yasab oladi va taqib oladi. Leytenant va Dante tirik qolishdi. Leytenant quyonni oldiga borishga qaror qiladi, ammo Dante uni to'xtatib, yolg'iz o'zi bormoqchi edi. Leytenant Dantening oyog'iga o'q uzadi va zaxlangan furgonga qamab qo'yadi. O'zi to'g'ridan-to'g'ri quyonni oldiga boradi va yolg'iz jang qilmoqchi bo'ladi. Oldiga borib, muzokara o'tkazadi. Dantening hayoti mana qo'limda. Uni yo'q qilib yuboraman, hatto denkasi ham qolmaydi deya aytadi. Evaziga bosqinni to'xtatishini va tumorni so'raydi. Quyon rozi bo'ladi va tumorni ham beradi va keyin uni o'ldirishga buyuradi. Leytenant birin-ketin iblislarni o'ldirishni boshlaydi. Iblislar qilichida falajlovchi modda bor edi. Leytenantga bittasi tegib ketadi va falaj bo'lib qoladi va iblislar uni o'ldirmoqchi bo'ladi va shunda Dante kelib yordam beradi. Quyon Dantening iblislar tarafiga, ya'ni quyonni tarafiga o'tishini aytadi. To'siqni olib tashlashni, iblislar va odamlar yana birga yashashini aytadi. Quyon aytishicha, iblislar olamidagi shoh eng yomon shohlardan ekan, faqat o'zini o'ylar ekan va ba'zi aholi bundan qiynalib ketgandi va aholining ayrim qismini bu yerga olib kelishini aytadi va shunga qo'shib ba'zi yomon iblislar ham o'tishini aytadi. Dante esa katta urush boshlanishini aytadi va qo'shimcha qilib odamlar kamroq o'ladigan tarafda bo'lishini aytadi. Quyon Danteni o'ldirib, qonini olib kelishini aytadi va yana urush boshlandi. Danteni o'zi hammasini yerchilatadi. Quyon haqiqiy yuzini ko'rsatadi va oxiri Dante tumorni olib qo'yadi va quyonni suvga uloqtiradi. Askarlar va vitse-prezident yetib keladi. Iblislarni yig'ishtirib olib ketishadi. Dante va leytenantdan qilich va tumorni so'raydilar. Dante ikkalasi ham quyonda deb javob beradi. So'ngra ketmoqchi bo'ladi. Lekin vitse-prezident uni qo'lga olmoqchi. Sababi bunday kuchli inson odamlar orasida yurishi mumkin emas deb. Lekin to'satdan quyon qaytib keladi. Faqat ancha kuchli bo'lgandi. Quyon yashashi uchun iblis qoni kerak edi. Ko'ksidagi buyum qon haydab bergich edi. Ko'proq iblis qonini ishlatgandi va shuning uchun ham kuchli maxluqqa aylanib ketgandi. U yerdagi askarlarni o'ldiradi. Dante va leytenant unga qarshilik qiladi. Epik jang bo'ldi. Lekin Dantening do'sti o'ladi, Enzo. Quyon portal ochish uchun Spartaning surutlarini hammasini qoni kerak edi deb aytadi va shunda Dante kulib yuboradi. Sababi akasi o'lgandi. Shuni voqealar aytmaysanmi? Shuncha voqea bo'lmasdi deb aytadi. Lekin Quyon, menda uni ham qoni bor deb aytadi. Akang tirik deb aytadi. Dante hayron qoladi. Keyin esa Dantening ko'ksiga qilichni sanchib oladi va qonini ham oladi. So'ngra baryerni olib tashlaydi. Iblislar chiqishni boshladi. Deyarli yo'q bo'laydiganda baryer, shu paytda Dante o'ziga kelib, to'liq iblis formasiga kiradi va quyonni o'ldiradi va to'xtatadi. Hammasi o'z joyiga tushishni boshladi. Dante g'olib, odamlar g'olib. Dante va leytenant gaplashib turgandi. Akasi tirikligini va qidirishga borishini aytadi. Leytenantga ham yur deya aytadi. Ikkalasi birgalikda akasini qidirishga bormoqchi edi. Lekin to'satdan leytenant xiyonat qiladi. Dantega uyqudori yuboradi va uni qo'lga oladi. Hukumat uni muzlatib qo'yadi. Qilich va toshlar hukumat qo'liga o'tadi. Vitse-prezident esa quyonni portal ochadigan moslamasini olib, boshqa olamga portal ochadi. Hamma askarlarni yuboradi. Qiruvchi samolyotlar va tanklarni ham. Hatto u yerga yadroviy bombalarni ham tashlaydi. U yerdagi iblislarni asirlikka olishadi. Ba'zilarini esa o'ldirishadi. Va so'nggi kadrda bizga Virgilni ko'rsatadi. Virgil tirik ekan. U yerdagi asirlarni qutqaradi va shu joyda anime o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi fasli ham chiqar ekan. Netflixda albatta. Ko'ramiz, qani yaxshi chiqadimi yo'qmi. Bu fasl haqida fikrim, bu rasvo to'g'risini aytsam, menga yoqmadi.
Nimaga sababi? Buni original o'yini bor, bular original o'yinidan olmagan. Shu narsa menga yoqmadi umuman. Mayli, endi nima deymiz? Chidaymiz. Ikkinchi fasl yaxshiroq chiqar degan umiddaman. Mayda chiqargan, eslichu. Videoni shu joyigacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha